Qashqadaryoda qor yog'moqda. Toshkentda esa mana shunday quyoshli ob-havo. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanining tog'li G'elon qishlog'ida 12-may kuni bugun qor yog'di. Bahor faslining oxirlarida kuzatilgan noodatiy ob-havo mahalliy aholi va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining e'tiborini tortmoqda. Tarqalgan videolarda qishloq ko'chalari oppoq qorga burkanayotgani aks etgan. Aytgancha, O'zbekistonda joriy hafta yakuniga qadar yog'ingarchiliklar kutilmaydi. O'zgidromet prognozlariga ko'ra, havo harorati kundan kunga ko'tarilib boradi. Xususan 15-may kuniga kelib, kunduzi ob-havo 32-35 darajagacha, janubda va cho'l hududlarida 36-38 darajagacha isiydi. Shimolda va cho'l hududlarda shamol tezligi 15-20 metr sekundgacha kuchayib, chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Xususan poytaxt Toshkent shahrida ham yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Havo harorati 13-15-may kunlari 32-34 darajagacha isiydi. Xullas, kimki qorni yaxshi ko'rsa, G'elon sari olg'a.